Assalomu alaykum qadrlilar, biz hozir bir video murojaat bilan chiqyapmiz. Mana shu hoji onamiz, hoji ammajonimizni mana shu ishlariga ozroq musibat kelib qolgan. Ya'ni mana shu hostilga kirib turgan daraxtlariga shu Allohning sinovi kelib, o't tushib, mana shunaqa yong'indan keyin mana bunaqa bo'lib qurib qolgan. Buni qaytarishda iloji bor ekan, xudo xolasa. Mana ko'rishingiz mumkin. Hali umid bor, ko'karib daraxtlarimiz. Buni qaytarish uchun faqat bizga suv zarur bo'lyapti. Suv muammosi anchadan beri hal qilinmayapti ekan. Hoziramiz uchun video murojaat qilaylik deb. Men bunaqa video murojaat qilmaganman, bilasizlar. Yil boshida qilib chiqyapman bu video murojaatni. Shunga bir mas'ullar bo'lsa, yordam qilishinglarni, mana shu ko'rib turgan daraxtlarni, mana shu bog'larni sizlarni hissanglar bilan mana shu bog'da asrab qolishimizni so'rab qolamiz. Mana hoziramiz o'zi. Assalomu alaykum, rahmat balam. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Men bu bog'ni o'z mehnatim bilan o'stirgandim. Mana bodomlarim shunday hosilga kirgan. Hech kim qilmagan Eron pistalarni ko'kartirgandim. Bu yerda suv yo'q, lalim hisobida transformator qo'yib suv chiqargandim. 2024-yilda iyun oyida transformatorni akt qilmay, so'roqsiz bizaga ogohlantirmay uzib ketgan. To'g'ri, qarzim bor ekan, lekin qanchaligini ham bilmay qoldim. O'shandan beri biza murojaat qilamiz. Mana shu bog'im suvni iltimos chiqarib beringlar. Men qarzimni to'layman desam, ular pateriya ketdi. Siz to'lashingiz kerak, akt qilinmagan pateriya hisoblanadi dedi. Nima uchun uzadi-yu akt qilmaydi? Men hozir 16 million o'sha uzib qo'yilgan transformator uchun pateriya to'lashim kerakmish. Men qanday to'layman? Mana shu bog'ga suvni chiqarib bersa, mana shu daraxtlarim asrab qolgan bo'laydim. Eron pistalar mana shu yerga mo'ljallab, shu suvsizlikka chidamli deb bodom Eron pistalarni ko'kartirgandim. Iltimos, mana shu mas'ullar shunga salgina e'tibor bilan qarashsa, juda ham ko'p murojaat qildim, lekin natija bo'lmayapti. Arzimagan bir e'tiborsizlikni, arzimagan bir qaramsizlikni sababidan mana shunday mehnat, mana shuncha mehnat kuyib ketishi mumkin. Shu sababli hozir mas'ullarimizdan iltimos qilib so'rab qolamiz. Ham iltimosimiz, ham talabimiz mana shu hojimizning iltimoslarini yerga qoldirmagan holatda mana shu masala bo'yicha yordam qilsanglar, mana hali ko'rishingiz mumkin. Umid borda, bu daraxtlar hali qurib ulgurgani yo'q. Suv qo'yilsa, nasib bo'lsa yana buni o'z holatiga qaytarib qolishimiz mumkin. Mevalari hali shunaqa holatga bo'lib qolgan. 3000 tur. Xuddi balasini parvarish qilganday parvarish qilgandim. Eron pista, bodom, toklar bor edi, olmalar, olmalar mayli. Men asosan mana shu 3000 ta bodomim, Eron pistalarim mana shu qurib qoldi. Quryapti. Mana shu daraxtlarni saqlab qolsak, ajibmas, bitta savobi sizga ham, bizga ham qiyomatgacha yetib turadi.